Assalamu alaykum, hurmatli Qo'sh Ko'pir avtolider obunachilari, sizlarga Ege'den satib berere hozir berayotırlar. 4 paket yumshoq balon, avtomat korobka 2020-yil. Imindin monitor, start, stop, xullas hamma narsa qo'yilgan. Mashinamiz o'ta akkuratli holatda 108 ming kilometr yurgan. Kraskasına keladigan bo'lsa, kraskasi orqa krelanda bor ekan, ko'rinda kichkinagina petno bor edi. Keyin kapot radnoy ekan, necha bunday bo'lganini bilmayman, lekin ishonimdan bor ekan kichkinagina. Mumkin arka kapot radnoy qo'yilgan bo'lishi mumkin. Ikki arka krelanda kraska bor balaslar. Mashinamizni tan narxına keladigan bo'lsak 125 million so'm, avtokredit, barter, liboy narsa bor. Motor joylarini ko'rsatib o'taman, o'ta akkuratli holatda turibdi. Pokoleniya metan qo'shirayotib, yuvib, chiroylatib ko'rsatgan mashinani. Xullas mashin tayyor, faqatgina olib minish kerak. 125 million so'm, ya'ni mexanik korobkani pul emas. Olinglar, mininglar. Telefon nomerlarimiz 97lik 211 74 74 91lik 427 0220 telefonlarına telefon olup geleverasizlar. Mashinamiz Qo'sh Ko'pir avtoliderda sotuvda turadi. Geleverasizlar, 24 saat ishdamiz.